Eng arzon oddiy kanalda arzon narxda Kia K5 avtomobili. Mashina 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir qo'ydik 23. Buni xuddi o'sha pozitsiyani 22si, adashmasam komfort pozitsiya deyiladi. Balonlar holati yaxshi turibdi. 5 kuncha do'stlar bor. Salonlari qo'shinli bo'ladi. Salonlarning holati ham yaxshi. Sidina bagreplari, avto hold drive mode, ancha funksiyalar bor, barlari, monitorlari. Xo'p, salonlari qo'shinli. Holatlari 117 ming yurgan, holatlari yaxshi turibdi. Faqatgina kir mashina, bitta yudirib olib kirib ketaverasizlar. 5 kuncha do'stlargacha bor. Propanda uстановка qilingan. Kraskasi toza ekan, motor hadovoy korobkalarda umuman ish yo'q ekan. Mana shu joyda, 3 ta joyda mana shunaqa kosmetika ko'rdim. Kichkina. Bittasi bitta, bittasi bitta. Kosmetika qilingan joy bor. Yana ham chiroyli qoldirib olsang ham bo'ladi. Metga ozgina karandish tegizib olasizlar. Arzimagan narsalar ko'rsatyapman. Endi narxi zo'r bo'ldi, ulgurib qolinglar. Hozir olib oladigan paytda 10-15 kundan keyin yana sekin narxlar ko'tarilish boshlaydi. Xo'p, bu mashinani 18500 ga berib oldilar, ulgurib qo'yinglar.